Salom, meni podpischilarim. Yaxshimisizlar? Sog'liklaringlar yaxshimi? Charchamasdan damlarni oldinglarmi? Sizlar bilan uchrashganimdan judayam xursandman. Xudo xolisa bugun sizlar bilan sevgi to'g'risida fol oching debsizlar, sevishganlar haqida. Xo'p, sevishganlar haqida ham ochamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Podpischilarim, niyatingizni oldim, energiyangizni oldim. Menga podpiska bo'lgan podpischilarim, niyatingizni oldim, energiyangizni oldim. Niyatingizni oldim, energiyangizni oldim. Podpischilarim niyatini oldim, energiyasini oldim. Podpischilarim niyatini oldim, energiyasini oldim. Niyatinglarni oldim, energiyanglarni oldim. Shifoli ochirim bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Shifoli bo'lsin ochirimimiz. Xo'p. Bir-biringlarga intilib yashayotganinglar. Judayam bir-biringlarni yaxshi ko'rishinglar. Xo'p, judayam bir-biringlarga intilib, bir-biringlarni yaxshi ko'rib, faqat bir-biringizni deb yashayotganlaringiz bor ekan. Xo'p, yana o'zinglar bir-biringlarga bir romantik shaklda bir-biringlar bilan qovushish xohlaganlar bor ekan. Judayam hayotdan baxtli va judayam chiroyli yashayotganlar. Hech bir ajrashganlar, urushganlar chiqmayapti. Judayam yaxshi bir-biringiz uchun bir nima deydi? Romantik kunlarni o'tkazish va bir-biringlar bilan suhbatlashish va bir-biringiz bilan ko'rishishdi deb aytyapti. Va yana kartamiz nimalar der ekan? Bir-biringizga teskari qaraganlar ham bor ekan, bir-biringiz bilan haligi jinday arazlab qolganlar bor ekan. Bog'liqlik baribir ushlab turibdi sizlarni, balkim farzandlar, balkim bir nimadir ushlab turgan bog'liqliklar bor deyapti. Hech nima emas, turmush qurmaganlar. Bir-biringiz bilan albatta uchrashasiz va turmush qurasiz, yangi hayotga qadam tashlaysiz deb aytyapti kartalarimiz. Bu kartalarimiz mana shulardan iborat bo'ldi bugungimiz. Xudo xohlasa, qani mana Falnoma Qur'on degan kitobimiz bor. Bundan ham bir niyatinglarni olib ochib ko'ramiz, nimalar bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Allohim shifoli ochirim bo'lsin. Podpiska bo'lganlarimni niyatini oldim, energiyasini oldim, shifoli ochirim bo'lishini Allohdan so'raymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Allohim, bugun kecha xotira kuni edi. Kechagi xotira kuni edi. Bugun Xudo xohlasa hammamiz bir nima deydi? Sabr qil deyapti. Juda ko'p narsaga sabr qilishing kerak deyapti. Sabrli bo'l deyapti. Sabrli bo'lishimizni Allohdan so'rab, hammamiz hayotimizga bir sabr bilan qarashimizni so'rayapti. Innahum yarawna Xo'p, shunaqa sabrli bo'lishimizni Allohdan so'rashyapti. Allohim o'zi sabrli bo'lishimizni so'rayapti ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, ba'zi birlarimiz uchun ancha-muncha diqqatchiliklarni, bir bo'layotgan hayotingizda bir nimalarni, bu narsalarni e'tiborga olma, bu narsalar o'tib ketadi, o'tkinchi deb aytyapti. Bir ehson bermoqchimisiz, nimadir bermoqchi bo'lyapsiz. Shu beradigan ehsoningizni boshqa insonni izlang, boshqa insonga ehsonni boshqa insonga bering deyapti. Yukingiz yengillaydi deyapti. Xo'p, yana ba'zilarimizga
siz tanlagan inson yaxshi do'st, yaxshi sizga yordamchi, sizni oldingizda yaxshi bir do'stligini oqlaydigan inson bo'ladi deb aytyapti. Va yana ba'zi birlar uchun yordamchi bo'lingiz bir-biringizga deb aytyapti. Yordamchi bo'lingiz, doimo salomat bo'lingiz deb aytyapti. G'aflatda qolmang deb aytyapti. G'aflat uyqusida qolmang. Shaytonga anaqa bo'lmang deb aytyapti. Ba'zi birlarimiz uchun isrofgarchilikka yo'l qo'ymang deyapti. Isrofgarchilik qilmang deyapti. Sog' bo'ling ilohim deb aytyapti. Faqat isrofgarchilik orqasidan bilmayman sog'ligimizga ham jinday bir putur yetib qolmasligini aytyapti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana ko'rishguncha xayr. Yakka ochirim qilmoqchi bo'lganlar xohlang mana Falnoma Qur'on kitobidan, xohlang kartadan, xohlang tasbeh bilan yana sizlar bilan birga bo'lishga, yakka ochirim qildirmoqchi bo'lganlar albatta pullik Telegram raqamimiz +7 960 929 +7 929 221 1968. Faqat Telegram ishlaydi. Telegram orqali murojaat qiling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana diydorlashguncha xayr.